O'rtoqlar, bir yaxshini, bir yomoni bor. Yaxshisi nimada deydigan bo'lsa, mana bu gaz ballonning ichidagi Yevroklapan bu xavfsizlikni ta'minlaydi. Ya'ni mabodoga nimadir bo'lib qoladigan bo'lsa, bu yerdan gaz qo'yib yormaydi. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan chiroyli ishlab chiqarilgan. Bu yaxshi tomoni. Yomon tomoni, yoningizdagi sherigingizga gaz kerak bo'lsa, siz donorlik qila olmaysiz, gaz o'tkazib bera olmaysiz. Yana bitta yomon tomoni bu Yevroklapan sovuqda muzlab qoladigan odat chiqarib oladi. Bu agar sovuqda muzlab qoladigan bo'lsa, yo'lda qolib ketishlari mumkin. Xohlagan joyda qolib ketishlari mumkin. Biz endi 2023 ishlab chiqarilgan Xovani hozir buxorolik hamkasbimizdan Andijonda buzilib qolgan ekan. Vizitga keldik. Qo'ldan kelgancha tuzatib beryapmiz. Shu klaplarni olib tashlab, to'g'rima-to'g'ri qilib beryapmiz. Shu bilan endi yo'lini davom ettiradi. Endi to'g'rima-to'g'ri qilib tashlashligi ham juda ham katta bir jinoyat emas, chunki deyarli hamma mashinalarda o'zi primo hisoblanadi. Endi keyingi yangi chiqayotganlarda o'sha Yevroklapan bilan chiqyapti. Shunaqa o'rtoqlar, xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.